Bachadon tushishi, diastaz, qorin osilib qolishi, tug'ruqdan keyin tikilgan mana shu kesardan keyin tikilib qolgan joylarmi, spayka bo'lib qolgan joylar, bel og'rig'i, kifoz, lordoz, skolyoz, tizza og'riqlarida aynan mani kanalimda shu muammolarga yechim bo'ladigan kerakli maslahatlarni bepul sizlarga ulashib boraman. Bundan tashqari o'zim Umida Usmonova, ya'ni man Umida Usmonova salkam 18 yildan beri murabbiylik faoliyati bilan ishlayman. Ayollar bilan ishlayotganimga 5 yil bo'layotgan bo'lsa, 5 yildan beri mingtadan oshiq ayollarimizga vazn tashlashda, bel muammolari, qorin muammolarini hal qilishda, diastaz, ya'ni aynan tug'ruqdan keyin bo'ladigan diastaz muammolarini hal qilishda judayam katta yordam berib kelaman. Ham sport zalida, ham o'zimni massaj markazimizda. Aynan hozir sanab o'tgan muammolarimizda bizani markazimizda kerakli muolajalar o'tkazib boriladi. Xohlasangiz kelib offlayn o'zimiz bilan ham shug'ullansanglar bo'ladi, xohlasangiz onlayn. Mashqlar doimiy ko'rsatib boriladi mani kanalimda. Sizlarga bepul imkon qadar ushbu kasalliklarni tabiiy uy sharoitida davolash bo'yicha sizlarga ko'rsatmalar berib o'taman. Mashq bo'ladimi yoki massaj bo'ladimi yoki kerakli qanaqadir ozuqaviy vitaminlar bo'ladimi, hammasi bo'yicha tekin bepul maslahatlar berib boraman. Bundan tashqari mani Telegram kanalimga o'tib, a'zo bo'lib olinglar. Telegram kanalimda maxsus challengelar o'tkazib boriladi. Aynan ozmoqchi bo'lgan yoki vaznini ushlab turmoqchi bo'lgan yoki vazn olmoqchi bo'lgan, muskul massasini ko'paytirmoqchi bo'lgan ayollarimiz uchun retseptlar, menyular berib boraman. Aynan o'zimning ishtirokimda, o'zimda sinab ko'rib, menyularni taqdim qilib boraman. Sizlar uchun kanalim juda ham foydali, ayollarimiz uchun ayniqsa tug'ruqdan keyin. Kanalimga a'zo bo'ling, obuna bo'lib oling va meni kuzatishda davom eting.